Assalomu alaykum aziz Xorazm Realtor xizmat obunachilari. Urganch shahar markazidan gapiramiz, ish ko'rsatamiz. Bugungi video rolikimiz uy-joy narxlarini bag'ishlanadi azizlar. Bu yanımızda vokzal, bunda To'rmaris do'kon, bunda bog'cha, Union School maktabni, bunda Med Plaza klinika, yoshlik to'yxona ismi, manejment, liboy narsaga ona Ranch universitetidan boshida bu yerda Neptun gostinsaxona xatarına ish qilib sentralniy markazda berla bilasiz. Bu yerdagi xo'jaliklarning ko'pisi gostinsa etib tashlagan. Oddiy xo'jaliklar ham gostinsa etib, narsa beradi, sport maktabi bolalarga shuning hisobiga gostinsa ehtiyoj seziladi. Shu yerda hovli joy sotuvga chiqib turibdi azizlar. Shikarniy narxda. Itmuti deydi-ku. Menejerni bilasizlar, qimmat yuridi berlar. Endi videoni aldandan sizlar mazalarni qochirmayın, lekin normal narxda hovli joyimiz sotuvga qo'yildi azizlar. Birgalikda videosini taqdim qilamiz. Qani ketdik. Shunda do'stlar, yana manzara kerak bo'lsa sizlarga yana Malijan bilasizlar, xo'jaliklari zo'r bu yerda joylashib mestolari ajoyib hozir ko'rsatamiz. Demak azizlar, 250 kvadrat metrda joylashgan hovli joyimiz. Shuni ko'rinishda liniyasi ishordan, u bosh taxta eshikning shunday liniyasi. Hozir xonadon egasidan so'radik. Bu yerimizda garajimiz mavjud. Ko'p ikki etajlarni bilasizlar do'stlar, garaj bo'lmaydi. Bu Molades garaji bor ekan, shunday. Bismillah deb girib boraveramiz. Demak do'stlar, shunday ko'rinishda bismillah deb garaj qismini ko'rsatib o'tamiz. Endi hozir xonadon egalari boyuncha sancha shunday vajlar turibdi. Endi yashalib turgan xonadon aralashtirmaysizlar. Shunday garaj qismimiz ham bir qator ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Do'stlar, letniy terrasa qismimizga yuzlanamiz. Bismillah deb qani hoppa. Shunday ajoyib gap yo'q azizlarim. Alloh adam maza qilib yashaydigan hovli joyimiz. Hammangizga nasib etsin. Berla center bilasizlar. Shunday ko'rinishda bir qator ko'rsatib o'tdik. Endi mana parda tutilib turibdi, akkurat etib shunday ikkinchi qavatdan ko'rinishi azizlar. Manejni nalari banda ko'rinib turibdi. Xudo xolasa shunday ko'rinishdi. Demak do'stlar, orqa tarafida mestasi bor ekan. Buni ham bir to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Berimizdan bir 35-40 kvadratdan ziyod mestamiz auksionda utib olingan ekan. Qanday terasga atasmi, bir ishlab chiqarish atasmi yoki bir bunda ikki etajli terrasa variant etib qo'yasizmi yozning kuni tamom aka. Shu hovli joyimizga qarashli mesta ekan beramina. Tortib o'rab qo'yib turibdi o'zini. Ya orqa taraf qismida ko'rinishi joyimizning shu 4 oynasi. Endi eshik bilan 4 oyna hisobida shu joyimiz edi. Demak, ichki taraf qismini yuzlanamiz do'stlar, ko'rsatib o'tamiz bir qator. Demak do'stlar, shuning giraverishda hovli joy qismimizni ichki qismi bilan tanishtirib o'tamiz. Eshiklar sifatli ajoyib eshiklardan bismillah deb. Do'stlar, shunday giraversak, prixoshka qismimiz uchun chap tarafimizda rakovina mestasi, kafellar urilib, fartuklar urilib, chiroyli o'tib, shuni davom etib ketaveramiz. Bismillah deb. Berimizda kotel sistemasi do'stlarim, uni ham orqasına kafellar urilib, chiroyli ko'rinishda bu yerda chap tarafga yuzlansak, kuxniya, pitni zona etib qo'yibdi. Endi o'zbekcha xon taxtalarini qo'yib, bu yerdagi mavjud shu xolodilnik, endi gaz plitasi qolsa kerak. Buni fartuk nalar bular mebellar qoladi. Beramiz sanuzelini, tualet baynimiz. Bu yerdamiz ham ogu ajoyib etib sifatli etib do patologa do'stlarim. Dahshat, azizlaring hol qismi zo'r ko'rinishda 4ta 8,5 razmerda katta hol qismi. Shunday zinalar urilib, lyustralar ham chiroyli lyustralar bilan jihozlanib turibdi ekan azizlarim. Pastimizda 1-2 spalnisi bizani qarshi oladi. Birinchi detski spalnidan ko'rsatib boramiz. Endi do'stlar, esa detski spalnimiz aynasi bana devor tarafga qarab turibdi, ko'cha tarafga, bog' tarafini. Shunday может взрослый спальный ish qilib, kim xohlagancha qilaveradi. Razmerni to'xtalsak,
4'e 5,5 razmerde tushgan ekan. Keyingi xonamizga yuzlanamiz. Menimcha zal qismi bu azizlarim. Demak do'stlar, zal qismimizga mana yetib keldik. 4'e 6 razmerde menimcha lyustralarimiz bilan jihozlanib, 12 odamlik ustal kursilar bilan shunday jihozlanib turibdi azizlarim. Hamma vaqt yetadi ekan bu yerda. Xonadon egasi pustoy holatda beradi ekan. Shu baliqni kelishsa tashlab ketamiz dedi akvariumni. Albatta hazil. Keyingi xonadonimizga o'tamiz azizlarim. Bismillah deb ganimizda eshik qismi hozir ilik. Yerimizda yana bir rakovina joyimiz. Qo'l yuz yumaka. Shunday deb ikkinchi qavatda bismillah deb ko'tarilamiz. Ajoyib ko'p yillar orasida pollar jiqirlab yotadi do'stlarim. Men pollar ham bir sifatli ajoyib etib qo'yilgan ekan. Gap yo'q. Mazza qilib yashaydi odam. Shunday ko'rinishda do'stlar, inang. Hayılmasiz, ajoyib gap yo'q. Ana joyimiz. Shunga yana o'taversak, bu yerimizda yana 4,5 5 razmerda spalni joyimiz. Yana keyingi xonamizga yuzlansak, 4'e 6 razmerda bu yorimizdan bir zal qismimiz bor ekan do'stlar. Demak do'stlar, narxi 980 million so'm og'adadi, kelishib beriladi dedi. O'zingiz bir kelib savdosini aytib ko'rasizlar, kelishib. Lekin mesda zo'r, ko'rdingizlar axir, neyse nasibasini. 250 kvadrat metrda joylashgan. Sizlar pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar.